18-yanvar 2026-yil uy bozoridamiz. Uy bozoridan saralab eng arzonlarini sizlarga taqdim etishga olib chiqdik. Bozor bo'yicha eng arzon variantlarini ko'rishlaringiz mumkin. Sergeli Xonobodda Xonobod metrogacha 95,5 kvadrat, ikkinchi etaj 12 etaj kalidonda, narxi $57,900. Yaxshi variant ekan. Keyingi variantimiz Qushbegida ekan. Yakkasaroy Solar Spark Qaldirg'och milliy taomlari 2 xona 50 kvadrat 4 etaj kaldomda, 4-etajda 9 etaj kal ekan. Opshiyaga bo'lishi opshiyat. Hozir xususiylashtirilgan kadastrlar bor. $47,900. $7,900 yozilgan ekan, lekin $45,900 ga beraverar ekan. Keyingi variantimiz Novostroyka Sokin makon 1 xona 5-etaj 16 etaj kalidom. Yangi remont qilingan kadastrlari bor ekan. Mana uyimizda remontlarni ko'rishlaringiz mumkin. Bu gaz remont deyiladi. Mana gaz plitasi, duv kontur katyonlari bor. Kirib yashashga tayyor holatda. Narxi $39,900. Ozgina o'tib beradigan joylari bor. Mana pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Mana keyingi variantimiz Novostroyka Sergeli yangi Darxonda ekan. 3 xona 71 metr kvadrat 16 etajdan 16-etajda. Narxi $54,900. 1,5 ga 3 balkoni ham bor ekan. Mana pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi bizning uylar loyihasidan ekan Sergeli yangi Choshtepa 3 xona 6-etaj 7 etaj kali. Bu seriya domlar deyiladi. 72,4 metr kvadrat, plus 3 kvadrat balkoni bor ekan. Hamma mebel texnikalari qoladi. Tak metrogacha 400 metr atrofida ekan. Narxi $78,900. Keyingi variantimiz Sputnik 16A da ekan. 2 xona duplex variantda 76,5 metr 76 metr kvadrat ekan. Yevro remont Chinor metrogacha 1,5 kilometr. $52,900 duplex variantda. Arzon variant ekan. Keyingi variantimiz Sokin makonda 4 ostanovka ekan. 1 xona 15-etaj 16 etaj kalidom. 39,3 metr kvadrat $38,500 ga beraverar ekan. Novostroyka kadastrlari bor. Pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Tak Kelis stadionida ekan 4 sotiqli 4 xona hujjatlari joyida $87,000 ga. Pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uy bozorida eng yaxshi variantlarni ko'rsatishda davom etamiz. Shunaqa yaxshi variantlardan 2 xona 1 xonalik 2 etaj kalidomning 1-etajda g'ishtlik uyimiz chiqqan. Bu Qibrayda ekan. Arinter Solar Giz 2 etaj kalidomning 1-etajda. Narxi $31,000 deb turgan ekan. Mana shu pastdagi nomerga aloqaga chiqsanglar, ozgina o'tib beradigan joylari bo'ladi. Uy bozori bo'yicha yaxshi variantlarni qo'yishda davom etamiz. Chilonzor Algoritim 30-kvartir. Arinter bozorchi ekan. 2 xona 2-etaj bor. Etaj zalotoy etaj. Korolevskiy etajlardan ekan. 4 etaj kaldom. Balkon 2 ga 6. 60 metr kvadrat. Oho, ana o'shani katta planirovkada ekan. Yevro remont. Plus mebel texnikasi bilan ekan bu. Bunaqa narxga. Narxi $64,000 deb turgan ekan. Necha pulga beramiz? $64,000 deyapmiz. Endi uchastka olganmiz, zaklat berganmiz. Kursanadigan odam bo'lsa, kelishtirib berib yuboramiz. Pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Mashina qo'yish uchun parkovkasi ham bor ekan. Abu Sahibek aka o'rizorchiligingiz juda ham zo'r. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizdan uzoqlashmang. Nima bo'ldi opa deb so'rashyapti. Bozor bo'yicha arzon variantlarni qo'yishda davom etamiz. Mana Qo'yliqning sentrida Nikamit Center Arinter 3 xona 4 xona qilingan 6-etaj 9 etaj kalidom 80 metr kvadrat ekan. Metrogacha 200 metr. Remontlari yaxshi holatda. Nimalari qoladi? Nimalari bormi? Hamma mebellar qoladi. Hamma xonada mebellar bor, karavotlar bor, spalniyalar bor. Katta begemot mehki mebel bor, zalda qoladi. Kuxnyada uголок bor. Kuxnya garnitur bor. Remontlari top-toza holatda. Top-toza holatda. Necha pulga beramiz uni? 67 ming qilsiz? Bo'lishi 66. 66, 65 lik ham beramiz, a? Yo'q, 65 ga beramiz. Taqalib qolsa. Mana pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Mana egasi nomerlari bo'ladi. Uy bozoridamiz. Yaxshi variant bitta yaxshi variantimiz chiqqan. Mana Sergeli 4 ta ekan, 2 xona etaj ham zo'r etajlardan bo'lgan. 3-etaj 4 etaj kaldam 57 metr kvadrat, 2 ga 6 balkon, xonalari alohida. $55,500 ekan. Necha pulga beramiz buni? 55 mingga beramiz. 55 ga. Mana pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasiz. O'zingiznikimi bu nomer? O'sha nomer o'zimniki. Bu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Tak Sergeli 7 da ham 3 xona, 6-etaj 9 etaj kalidomda ekan. 84 metr kvadrat. Remontlari o'rta, 2 ga 6 balkon, $72,500. Mana pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Kelishtirib beramiz o'shani.
Telegramni yozsanglar rasmiy videolarni tashlatib beradi. Tak, ikki xonali 4 etажgan 4-etajda 1,5 ga 3 balkon, Yashnobod tumani eski panelli bozorchasining shunday orqasida ekan. Tak, narxi 45 ming dollar deb turgan ekan. Mana pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Chilonzordan uy qidirayotganlar, mana Chilonzor 20-kvartal, Orinter Kitayskiy zdaniya. Tak, ikki xona 3-etaj, 4 etажga dom, 48 metr kvadrat, balkon 1,5 ga 6. Etaj ham zalotoy etaj ekan, balkoni ham katta. Remontlari o'rtacha holatda ekan. Xonalari alohida ekan, yaxshi varianti, yaxshi joyi. Keyin narxi 58 ming start o'yda turgan ekan. Necha pulga beramiz? 57 qo'liga. 57 mingga berilar ekan. Mana pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Rasmiy videolarni mana shu nomerga aloqaga chiqsanglar tashab beradi. Blogerlar mana shu yerda ekan. Arzon variantlarni qo'yishda davom etamiz uy bozori bo'yicha. Mana tak, Chinozda Orinter Eshonobod qishloq fuqarolar yig'ini 16 sotix yer sotilayotgan ekan. Sotig'i 1400 dollardan. Bu viloyatlarda ham bunaqa narx yo'q-ku. Necha pul qilib beramiz kelishtirgansiz? Yana kelishtirasizmi bundan? Necha pul? 22.400 bo'larkan 21 ming qilib beraman-da. Aha, 21 ming dollarga 16 sotix yer berib yuborlar ekan. Joyi bor. Aha, 18 sotik. katta trassadan qancha kiriladi? 10 kilometr, aha. Mahalla ichida joylashgan. Kadastr hujjatlari joyida. Svit, gaz, suvlari hammasi bor. Internet bor ekan. Maktab, bog'chalar bor. Yonida maktab, bog'cha, hovli bor. Kadastrlar toza bir kunda o'tadi, to'g'rimi? Mana pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Juda yaxshi variant ekan.